Yaxshimsizlar, şeyda qismini kelganini qarşılayman. Bugun sizlar o'tib o'tgan darsim yeni dapenjiya. Men odat o'yda qilgan dapenjini sizlarga tunishtirib, eng oddiy usulda qilamiz buni, qaranglar. Men narsalarni hamini to'g'ri qilib ko'rsatdim, chunki sizlar to'g'ri yo'laysizlar. Muvofiq to'quvchi. Bugun uyimda pochoq ko'chilar, to'sh ko'chilar ekan, shuni qildim men, Muvofiq to'quvchi. O'zinglarning odam jonzaliga qarab. Enkin yo'yini mana shu to'g'ri olamiz-chi, mana. To'g'rab men so'qchilab qo'ydim. Yo'yinning uni chiqib ketsin deb. Yo'yin. Uningga zanjibil muvofiq miqdorda o'zinglarning iste'mol ahvol qilib, muvofiq miqdorda zanjibil. Samsoqni men butun bir vas samsoqni qilib, yerimni qo'rg'onsin va yerimni keyin solman. Anki chanavag'an laza. Qurtgan lazani chanab oldim. Anki mushunda bir qo'shuq julani nimisi julanın purçaq qiyamı. Mana julanın purçaq qiyamıdan bir qo'shiq buna ketgan material. Enki ochiq suv, vijin, janyu. Bu son men mush qo'shiqda bir qo'shiq janyu qo'yman. Yana bir yarim qo'shiq ochiq suv qo'yman, Enkin so'ng piyaz. Ko'k mushtun, qizil mushtun o'zinglar xohlagancha to'g'ri olsanglar bo'ldi. Undan keyin enkin men qurg'oqni ishlatdim bugun, Qurg'oq dapenjining to'losi. Mushlar bilan qurib chiqmoqchiman, Yana qaranglar, tuz, ham ozroq shakarmi? Shakarni ozroq. Men bugun jiq qo'ymayman, shuning uchun mushu saplig'imda 2 saplig' may qo'ydim qozonga, Mayni o'zinglarning amaliy ahvoliga qarab qo'ysanglar bo'ladi, jon saninglar qarab. Mas saylarni qaranglar. Mana men bunda uzun to'g'ri oldim, 4 burchak to'g'risanglar bo'ladi, o'zinglarning to'g'ri nimalarga qarab to'g'risanglar bo'ldi. Mas samsoqni mencha pek kuchaq qilmoqchi bu. Bir samsoqni 3 yoki 4 parcha qilsanglar yaxshi chiqadi. Qozondagi mayning qizishi qaranglar. 60% atrofida may qizgan vaqtda shakarni sevitimiz. Ham buningga tuzni misab ilashtirib birimiz-ku biza. Chochirmaydi. Cheka mau qizartish roli bor, Dapenji to'qo'ning uchun biza qizirish uchun mana biza shakar eriganiki to'qotamiz. Qizlar qaranglar, men shakar erib bo'lib sag'irishig'lar mayda va to'qo'ni qo'rdim, may pek qizib ketgan uchun qizgaz ko'ydiruydi, Mening ma to'qo'g uchun biza to'nka suv chiqib birdan qo'rilib olsin. Endi dardaman salaydi. Qaranglar, mana shakar sag'alligim uchun bu to'qo'ning yushining rangi o'zgardi, ko'ringlarmi? Birdan qo'rg'on. Endi biz buni bir qo'shiq janyu bilan qaranglar. Bir qo'shiq janyuni ham mana samsoqni yerimda qilib dardamanlarni men taxtaga dapenjining to'losini qo'ydim, Mana qaranglar, buning bir qo'shiq janyu, to'g'rilgan dapenjining dardamni, sinjang, mana samsoqning yerimi degandek, mana shuni men qo'yib oldim. Mana dardamanning mushung ta'mi chiqishi kerak-chimi? Mana dapenjining to'lolaridan tap qo'yib oldim. Janyudan bir qo'shiq qo'ydim. Endi birdan qo'rilib olgandan keyin ochiq qo'yman. Qizlar shundan ortiq qo'ydim, ochiqdan endi bir yarim qo'shib qo'ymayman. Buni endi yana bir rangini oldim. Buni 2-3 minut qo'ygandan keyin su qo'yman. Buni 2-3 minut qo'riyman demakman, qo'rib uni su qo'yman. Buni bir rangimni men hozir 5 minutda qo'rdim, bir rangini oldim, to'g'rimi? Endi buningga men su qo'yma, qolganini dardamanni qaynatib ichamoqchiman, Dardamanning ta'mi uchun asta qaynab pishganda qizlar qaranglar, shunday yaxshi qaynab o'tadi. Chunki men suyini jiqroq qildim. Cho'p sap yeyish uchun suyini jiqroq qilsa, agar cho'p solmaymansan suyini oz qilsanglar bo'ldi. Shu suyini normal bo'ldi, qaynab parang pishgan vaqtda to'xtatsak bo'ldi. Parangi pishdi degan gap, dapenjim tayyor bo'ldi degan gap-ku. Parang pishgandan keyin to'xtatib, cho'pni solsak bo'ldi. Bumi to'g'ri qo'rishning bir xil usuli, to'g'ri qo'rish usullari ajoyib jiq, Bu odatda uylarda biz mushtaq qilamiz, shuning uchun men o'zimning uyda qilish usulimni, odatlik usulimni avatdim. Dapenjining hozirgan Abdullohning dapenji to'lovlari bor, u yana pek chiq dapenjining to'lovlari bor, qo'rmizning. Shu qo'rmining to'lovlarini dardamanlarni akarsanglar, bu bo'laverdi, Mana qizlar ta'mim uchun yaxshi tuzda men tanishib bo'lib, amma mana qo'yman, mana. Samsoqda musamqut. Minut qaynatiblar, vijin sap olamiz, Mana qaranglar, ko'k muz, qizil muz, ishib qolgan
Bol piyaz yana. Samsaqlarını ise 1 minut koyunca etkenden keyin tuz bilan tanışıp bo'lgandan keyin ondan ma videodan pek az salımız cuma azroq videoni ise ilashtirib taqsiq olsaq bo'ldi. Men videoni ise tavaqqa olib ko'rsatay. Buna qaranglar, to'qo'lan pishdi shunday yaxshi. Videoni eng oqatsan bizni sanad bo'lsa, tuz bilan tanishib bo'lganda videoni ise o'tni o'chirib aralashtirib olsak, agar sizlar tuzli qolgansa, tuz qolmaganda qolgansa